أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hörmetlik sabaqdaşlar, bugünkü dersimiz kitabımızdaki ikinci kısmı Ilmul Bayan'ın 3. faslı El-Kinaye. Biz aldığımız saatlik derslerimizde mecaz kinayenin asası olan teşbih hakkında sözlüdük. Ondan keyin mecaz hakkında sözlüdük. Mecaz ne? Mecaz mursal ve istara deb böldük. İstarını istara tasrihiyye, istara bil kinaye deb onu bilip tafsili söylep bulduk. Endi bugün dersimiz söyleydiğimiz kinaye. Biz ilgirki derslerimizde mecaz hakkında toxtalgan vaqtida mecaz bilen kinayeninki ortak taraflarını ve farklanılgan taraflarını bir azrak deb ötkendik. Yani meyli mecaz bolsun, meyli kinaye bolsun, qo'llangan sözün asli ma'nosini qo'llanmasdan başka bir ma'nosini qo'llangan bolsa, bunun buludu kinaye buludu. Bulupmu kinayelarda bir söz qo'llandi, bir cümlede qo'llanildi, yoki biz qo'llandik. Sözünün aslidagi hukumi ma'lum yeni bir hukmni taqozo qiladi. Yani aslidagi hukm yeni bir hukmni keltirilishiga sabab bo'ladi. Masalan, bu so'zni shunday anglasak, bu so'zning mazmunining taqozosi tabiiy holda bizning engimizga, meyli sözlügücünün engig'a yoki anglag'uchining engig'a yana bir hukmni so'rab keladi. Bu meyli mecaz olsun yoki kinoya olsun, buningdagi ifodalash tartibi bu. Ammo mecazdagi farq aslidagi ma'noni iroda qilib bo'lmaydigan bir dalil bo'ldi jumlada, shu o'rinda yoki söz aslidagi ma'nosidan butunlay voz kechadi. Chunki u yerda qo'llanilmaydi aslidagi ma'nosini. Ammo kinoyada aslidagi ma'nosini ham qanday qilib bo'ladi, qo'llang'ili bo'ladi, keyingi ma'nosini ham qo'llang'ili bo'ladi. Aslidagi ma'nosini malzum deb ataymiz. Keyingi ma'nosini lozim deb ataymiz. Bu kinoyada. Yani bu yerdagi malzum deganimiz sabab deb tushunsak bo'ladi. Nima? Musabbab deb tushunsak bo'ladi. Sebep deb tushunsak bo'ladi. Keyingi ma'noni natija deb tushunsak bo'ladi. Mana musabbab. Yoki aslidagi ma'noni, malzumni taqozo deb tushunsak bo'ladi. Keyingi aslidagi ma'noni taqozo qiluvchi deb tushunsak bo'ladi. Keyingi ma'noni shu taqozo qiluvchining taqozo hukmi deb tushunsak bo'ladi. Demak, bu yerda arabcha atalg'uda melzum ve lazım dediğin iki atalgı var bu kinaye'de. Melzum dediğimiz sözün aslidagi ifodalamoqchi bo'lgan ma'nosi, keyin ifodalangan ma'nosi nima? Lazım. Melzum ergashuvchi degan ma'noda, lazım ergashuvchi degan ma'noda. Ya'ni qaytadan tushuntirsak, biz bir so'zni degandan keyin buning aslidagi ma'nosining bizning zihnimizdagi uqumi yana bir ma'noni so'rab keladi. So'rab kelingan ma'no lazım ma'no bo'ladi. Aslidagi ma'no melzum ma'no bo'ladi. Ya'ni grammatikadagi atalg'u bo'yicha biz grammatikada ishlatib kelgan tabi matbuda bir ma'no var ya, shu asosida tushunsak aslidagi ma'no matbu, keyingi ma'no nima bo'ladi? Tabi bo'ladi. Yoki undan boshqa shaklda tushunsak aslidagi ma'no sabab, keyingi ma'no musabbab, ya'ni natija bo'ladi. Ya'ni aslidagi ma'noning shu ma'nosi, biz tushungan ma'nosi, keyin iroda qilmoqchi bo'lgan ma'noni so'rab tortib keladi. Shuning kelishiga sabab bo'ladi. Onu bu kinoyadagi ahvol. Anog'anda kinoya bilan mejazning o'rtasidagi farq, kinoyada aslidagi ma'noni, ya'ni mavzu ma'noni va keyingi ma'noni, ya'ni lozim ma'noni teng iroda qilib bo'ladi shu jumlaning o'zida. Ammo mejazda, jumlada yoki maqomda aslidagi ma'noni iroda qilolmaydigan bir qarin dalil bor. An iroda qilsak, ma'no iroda qilolmaydi, ma'no iroda qilsak ya haqiqat ya mejaz bo'ladi. Makinayda aslidagi ma'nomi, hozirgi ma'nomi teng qana qilinsa bo'ladi, iroda qilinsa bo'ladi. Abturib tushuntirib o'tadimda bundan boshqa tushuntiradigan mazmunlar yo'q kinoyada. Faqat kinoyaninki maqsad qilinayotgan ifodalamoqchi bo'lgan nuqtalarini sal turib bilamiz. Abturib
gap kinoyaning lug'at ma'nosidan gap boshladiki, al-kinoya lug'atan. Kinoya lug'at jihatda sen bir narsani so'zlaysa, shuningdan boshqasini iroda qilsa, buni o'zi kinoya. Masalan, bizning Uyg'ur tilida bor gap dartmoq, kinoya qilmoq debchi. Gapni bir xil qilyapmiz, ammo gapimiz bundaligi homildor gap. Ya'ni gapning qo'zg'udi gap bor. Gapning ichida gap bor. Sözün içinde söz var. Biz davatkan gap başka, ifadalamakçı olan maqsadımız başka. Xuddi bizning maqal temsillerimizde kızım sizgidey, kelinim siz anlang degandekçi. Kızım sizgidey, kelinim. Bu şunun üzümü hem nima kinoya. Bu asli kanaytu bi kaza an kaza degan ma şekildeki pildan chiqarilgan masdar bo'lib yoki pilning masdari bo'lib, kanaytu degan mana şekilde, kanaytu degan şekilde qo'llanildi. Bir ishni uchuq gapni qilishni tashlab, biz gapni yapiq shaklda qilsak, kana yakmay bo'ladi. Ya'ni bunda kinoya gap qildi, anda yapiq gap qildi degandekçi. Endi balog'at istilohida kinoya degan nima desa, lafz bir so'z bo'lib, buningdan ma'nisining lozim degan ma'nisining taqozosi, ma'nisining natijasi, ma'nisining agashma ma'nosi iroda qiladi. O'zi emas. O'z ma'nisining agash ma'nosi. Şu lazım ma'no bilan o'zining ma'nosini iroda qilishning durustlik bilan birga degani ikkilisini tang iroda qilsak mo bo'ladi. Lekin birga iroda qilish shart emas. Qilsak mo bo'ladi, qilmasakmi bo'ladi. Endi bu shuningga sharat qilyaptiki, kinoya majazga shu aslidagi ma'noni lozim ma'nosini iroda qiladi. Bo'ladi, bo'lmaydi degan jihatdan kinoyaga qarshi keladi. Kinoya bilan qarama-qarshi tarafi nima? Kinoyaning majaz bilan bo'lgan qarama-qarshi tarafi dal bu. Her ikkilisining aslidagi ma'nodan kinki ma'noga yetkilishi ya'ni o'rtaq. Kinoyami shu, majazmi shu. Ko'nglimiz asaddan nega yetkiladi rajul shujoqqa. Bu aslidagi ma'nodan kinki ma'noga yetkilgani. Bu jihatda o'rtaq, ammo majazda asad degan so'zdan yo to'tputliq shini iroda qilamiz, hayvonni, yoki bo'lmasa qahramon odamni iroda qilamiz, ikkining birini tanlaymiz. Ammo kinoyada an tanlasak bo'ldi, man tanlasak bo'ldi. Lekin bu misol kinoya emas, bu misol majaz. Endi boshqalar farraqa oxiron degani boshqalar farqlantirib majaz bilan kinoyani shularning ichida Sakaki. Albatta tabiiyki Sakakining gapidan sal bir qism g'ayri mazmunlarni chiqadi-ku. Kinoya bilan majazning o'tirini farqlan, boshqa yo'llar bilan farqlantirdi. U o'simi manda. Kinoyadagi yetkilish degani mazmun, so'z aslidagi ma'nodan keyingi ma'noga yetkiladi emas, bu yetkilish lozimdan mavzuga bo'lib deydi. Ya'ni nimadan nimaga, natijadan sababga. Sakakining gibi bu. Ammo bizning tushuntirishimiz u emas. Biz bayatdan sababdan natijaga yetkildik. Yani taqozo qiluvchidan taqozo qilinuvchiga o'tgandik. Mayada da'vatulma o aslidagi ma'no, natija bo'ylab sababga o'tkilimiz deb mana da'vatudi. Xuddi to'lun nijatdan to'lul qomiga o'tdi. Masalan bir odam baksimiz yo'g'onligini demakchi biz u odamga asli. Ama chiroyiga qarab turiblar, misol yamansiniz kalla yoki yo'g'on kalla desak ham ko'ngliga kelishi mumkin, chunki har kishining bir yoqtiradigan gap bo'ladi, yoqtirmaydigan gap bo'ladi. Sizlar baksimiz kalla deganni deplanmay, nima deymiz endi? Asliga kemarning xili cho'ng numurliga ketadigan o'xshaydi, juma deymiz endi. Bu yerda kemarning cho'ng numurliga ketadigan o'xshaydi. Yoki bo'lmasa chapanning xili yuqori numuriga kiradigan o'xshamamlar. Yoki ishtonning xili yuqori darajadagini kiydigan o'xshaydi, desak, bu yerdagi kemarning uzuni ketadigan o'xshaydi. Ya'ni bu odamning kemari uzun degan gapimizning o'zi kinoyaga. Bu yerda biz nima demoqchi desak, kemarning uzunligi maqsad emas. Sizlar simiz kalla, yo'g'on kalla demakda u odamni biz. Anog'anda Sakkakining degani biz kemardan gap boshladik. Kemar, hayzon yoki najot. Hozir kelgan turgan misol bo'yicha. Asli ma'nosi kemar. Lekin biz buning simizligini, egizligini, yo'g'onligini ifodalamoqchi. Chunki nimaning bo'ladi desa, odam yo'g'on bo'lganda kemarning yo'g'on bo'lishini taqozo qiladi yoki kemar yo'g'on bo'lganda odam yo'g'on bo'ladi desa, odam yo'g'on bo'lganda kemarning yo'g'on bo'lishi lozim keladi. Unda kemarning cho'ngligi lozim ma'no, agashma ma'no. Odamning cho'ngligi agashtirguchi ma'no.
Sekkaki deyotdi ki biz kimerden adamning çoğunluğunu rad qildik. Lazım, yani ergeşme ma'nodan ergeşil gücü ma'noga yetkeldik. Deyotdi. Mecazdaki intikal mevzumdan lazım buludu. Mevzumdan lazım olan sebepten neticege. Yani ergeşil gücüden ergeş gücüge. Biz ergeşil gücünü şuna ağzımızga alsak tabii bunun ergeş gücünden yeni bir ma'na var. O ergeş gücü mesela Esed şuna desek, Esed'e yol olsanız mı? Köz aldığımızda yol var şunda gelse en kahraman, en korkmaz hayvan gibi demez mi? Batur diyen kom ergeş tutildigan ma'na. Esedning shir degan ma'nosi mavzum ergesh nima qiluvchi ergesh turilguchi. Av ergesh kuchi. Ergesh turilguchi bo'lgan mavzumdan lozimga yetib keldimizda. Bu sakkatning farqi. Ammo bu oxirgi fikrini musannif tuandagi gap bilan rad qildi. Lozim mavzum bo'lmaydi ekan. İnnel lazım ma lam yakun mevzumen. Lazım mevzum bo'lmaydi ekan. Buningdan mevzumga yetkilish cheklanadi. Lazımda mevzumga yetkilgil olmaydi. Nimishqa sabab? Chunki lazım bo'lgan nuqtadan mevzumdan am bo'ladi. Masalan, asabni mevzum dedik. Qahramonlikni nima dedik? Lazım dedik qanday bu. Ani qahramonlik asab mevzum, qahramonlik lazım. Lazımdan desek kahramanlık degan yol vasıtı mı anlayasın? Çünkü yol vasıtının başka adamı kahramanlık qanday qiladi? Tepinidi am. Amning xas qilgan dalalati yo'q. Ya'ni biz am narsaning ichidan xasga bora olmaymiz. Amning ichidan nega bora olmaymiz? Xasga bora olmaymiz. Yani amning xas qilgan dalalati yo'q. Anogan intiqal davomliq mavzumdan lozim bo'lishi kerak majozdagidek. Asaddan shu jahot kelganga o'xshaydi. Ammo oldidagi tulun nijotdagi lozimdan tulul qamatga mavzum o'tkilish xato. Chunki kimarning uzun bo'lishi, davomliq badani uzun bo'lishini taqozo qilmaydi. Uruq qadam bo'ladi, simizdan bo'ladi. Lozim amroq ma'no, mavzum tam ma'no, am ma'no tam ma'no o'tkiladi. Agar bu degandek lozimdan mavzum ditqoshib qolsa bunun gibi hatalı. Çoğun mevzumdan nege lazımga? Çoğun mevzumdan lazım yetkili deydi. Yani onda olganda üzünün gibiden üze hazır. Lazımdan mevzumga yetkili bulmaydigan olib qoldi emasmi? Çünkü lazım degan am bo'lg'achqa, çoğun yetkili mevzumdan lazım bo'lg'achqa ma'ulning farqi, kinoyalar majazning o'rtasidagi anıdan ma'noga kirimiz degan bu farq yo'qolib ketdiki, yasqut vajhul ixtilof baynal kinayat val majaz. Kinoyalar majazning o'rtasidagi ixtilof shuni bilan tugadi. Sakakini ko'rsatgan gibi gapirmasam deydi. Ya'ni u ikkisining o'rtasida farq yo'q. Andosi bu detallarni unutib ketayli. Ne qaytayli 5 ga qaytib, majaz bilan kinoyaning o'rtasidagi farq nima desa, majaz bilan kinoyaning o'rtasidagi o'rtoqlik har ikkilisida aslidagi ma'nodan keyingi ma'noga yetkaziladi. Men tushunishmi? Majazda aslidagi ma'noni iroda qilib bo'lmaydi, kinoyada bo'ladi. Mana bu bizning bu ikkisining o'rtasidagi farq. Biz bilib oladigan nima farq? Boshqa farq yo'q bu yerda demakchi. Endi gapning o'ziga kelaylik, kinoya deganni biz bayatdan bir so'zdan, ya'ni bir so'zni iroda qilish dedik emasmi? Mushu iroda qilish nima bo'ladi desa, bu 3 qism bo'ladi. Salasat qism. Birinchisida shu kinoyadan talab qilinayotgani sifat emas, nisbat emas, jumladagi ma'lum bo'lakning sifati yoki jumlaning mazmuni emas, bundan boshqa bir mazmun bo'ladi. Masalan, tuandagi mavsufdan kinoya qilish haqida kelgan bir misolda shu mavsufdan qildigan kinoya bir hukm bo'ladi. Ad-daribina bi kulli abyadin makhdan ve ta'inina majami' al-azghan degan she'rda avvalda tarjima qilib o'taylik. O bir odamlarni maqtab, ular degan har qanday oq, keskin qilishlar bilan urdi va adovat yig'iladigan o'ringa sanchidi deydi she'rda. Ta'inin. Bu yerdagi masala nima desa, majami' al-azghan jumladagi asosiy mazmun bu emas. Yoki birazdan sifati chu emas. Balki aşı süpəliniyatqan adamlarni deməkçi. Nimdə? Məcami'ul azğan deb. Adat juğuluşduğan orun adamların qalbini görürsüdür. Adat juğuluşduğan orun deb turub şu adamların ne maqsad qilmoqda? Yürek sancı deməkçi də. Yani əbyad degan so'zi süpətləngan qilishdan kinoya, Məcami'ul azğan degani süpəliniyatqan qalbdan kinoya, süpətləngan degani ma'lum bir ishga nisbat berilgan deməkçi. Bu ham mushu qabildan ham boxtarani tuandik şey olmuşuna o'xshaydi. فأتبعتها أخرى فأضللت نسلها بحيث يكون اللب والرعب والحقد
Ma özünün qattiq jangdagi qahramonligini deb men u zarbiga ikkinchi qadamliq zarbini ergashtirib degan gap qilichdan oqa-oqidan soldim va u qilichning bisini yo'qlam qilib etdim. Bisini yo'q qildim degani u qilich kirketdi aniq badanga. Ya'ni nega yo'q qilib etdim desa, lub, ya'ni yurak, qo'rqinch, adovat bo'ladigan joyga simish ko'krak bilan qilichni sanjib etdim demakchi-da. Bu yerda lub, ruh va haq degan 3 so'zdan nimani ifoda qilyapti? Ya'ni shoirninki bihays yakunu lub va ruh va haq degan 3 so'zi, haq degan 3 so'zi bu 3 kinoya bir bo'lsinki yurakni demak. Chunki u hissiyat va qiziqishlarning hammasini yig'ildigan joyi. Bu bir xil kinoya. Mavlaning hammasida kinoyadan chiqqan oxirgi natija bir uqum. Masalan, birinchi misolda abiyazlik qilishni demakchi bir uqum. Majamul azg'anda yurak demakchi bir uqum. Ondan keyingi misolda yana o'xshashlar bihays yakunu lub va ruh va haqd deganda bu yurak demakchi bir uqum. Hamda o'tida yoki u kinoya majmu' ma'an degan bir qancha uqumlarning jug'lashmasi birikmasi bo'ladi. Bizningki adamni kinoya qilib hayyun mustavil qomati aridul adfar desa adam degan bo'ladi bu yerda. Adamning bir qancha xil sifatlar bor. Masalan, tirik jonliq, tuz bunda. Tuz mangadigan hayvonlarning ichida insondan boshqa tuz mangadiganlari boshqa sifatlarni o'ziga olgan shaklda yo'q. Tirnoqlar to'g'ri usadigan deganda hammasini yig'ib kelsak, bir insonning kinoya. Endi kinoyaning mahil qismida, qaysi qismda yana bu yerdagi kinoya cümlenin mazmunidan emas, cümledeki ma'lum bo'lakning sifatidan emas, balki ma'lum bir sifatning igisidan, mavsufdan, cümledeki ma'lum bir igidan kinoya qilingan maqsimda chuqum ma'nolardan har biri, ko'p ma'nolardan har biri ikki xil chiqdi bu. Birisi bir ma'nodan kinoya oldigan, birisi ko'p ma'nodan kinoya oldigan. Mushlarning hammasi kinoya qilingan mavsufga xos bo'lishi kerak, o'tib ketmesi kerak. Masalan, ada jug'ishdig'iga adamning yurakdan o'tmaydi boshqa. Ya'ni bak quloqda, ko'zda, qo'lda adovat saqlanmaydi. Yurak saqlanadi. Başka lubbu ruhu hakkımı şu. Andikin hayyun mustavil qan arid al-fard degan isbat yig'sak dunyoda insonni boshqa hech qanday narsa topilmaydi bu. Mujno bilan xos. Shu bir vaqtda shunga intiqol o'tkazilishi shundagina kerak. Unda bo'lmaganda zehnida elish yuz beradi demakchi. Bu kinoyaning birinchi qismi. Kinoyaning ikkinchi qismi shu kinoyadan talab qilinadigan degani kinoyadan chiqadigan bir sifat cümledeki ma'lum böleklerinin iş hareketini ko'rsatdi. Bu xil kinoya yaqin bo'ladigan darhol tushangul bo'ldigan, yiroq bo'ladigan tasvaq tushangul bo'ldigan. Yaqin bo'lganning misoli shu kinoyadan asli maqsadlik bo'lgan ma'noga yetkilish vositasiz. Deb bo'lgan hamallam, degan hamallam, anglagan hamallam avtomatik holatda tushunamiz. Bu nayt ro'shan bo'ladi. Masalan, igiz qomati igizdan kinoya qilib tavilun nijaduhu. Onun beltasması uzun. Yoki tavilun nijat u beltasması uzun desa, bularning mush ishga gapmi igiz degan gapdan aytadi. Darhol tushangul bo'ldi ham buni. Bu tavilun nijaduhu degan kinoya sa zija bo'lib, ya'ni oddiy kinoya bo'lib, buningga tasrihdan bir narsa aralashib qolmaydi. Ammo tavilun nijat degani bu tasrihni o'ziga qolgan degani. Chunki tavil degan sifat adamga nisbat beriladi. Onun tegidagi damir adamga qaytadi. Adamni igiz degan gapdek bir gap chiqib qoladi. Tavilun nijaduhuda uzun degani, igiz degani nijatga bevosita nisbat beriladi. Ya'ni kemarni uzun dedi, adamni uzun deydigan, adamni igiz deydigan hech qanday bir hukm yo'q. Anında tasrih yo'q, ma'noda ozroq tasrih bor. Bu aniq gap qo'y. Nimishqa sifat uosm tavilg'u mavsufning damirini uosm huva ashadiki ushun bo'lgan huvani o'ziga olgan var. Andoqani biz asli maqsad adamni egiz demakchi. Mush adamni egiz degan gap chiqib qiliqliga tavil deb. Tavilun nijat. Ammo nida tavilun nijaduhu da unda gap yo'q. Shu tufaylidan tavilun nijaduhu nima kinoya sajada. Sazaja. Yeni bir tavilun nijat kinoya mustamil ala tasrih. Tamam. Endi kelayli biz bayatdan kinoya sifat maqsad qilingan kinoyani ikkiga bo'lgan, birisi qariba, birisi ba'ida. Qariba o'g'ini bayatdan degandek vodiha bo'ladi. Ya'ni shundaqla kinoya qariba vodihaning qarashida xafiya bo'ladi. Ya'ni bu dört odamning kinoya qilib tomgadan degan gap yo'q. Arablarningki aridul qafa deb bir so'z bor normalda. Tomgadan degan bo'ladi. Odatda har millatning balkim ba'zi gapni ifodalashi o'xshamasligi mumkin. Biz Uyg'urlarda odatda yug'onmash deymiz. Masalan, bir odamni död demoqchi bo'lsak, yug'onbash deymiz. Arablar aridul qafa, tomgadan deydi. Bu aridul qafa, gadanning tom bo'lishi alama yo'qol. Arablardagi deyilayotgan gapga asosan bu dödlikning nimasi dalili. Mush nuqtadan
an ifadeli buldu. Yani şularning adetini, şulardaki söz uslubunu bilse qulu buldu. Mesela xuddi chet ellikdan birisi kelib, bizning Uyg'ur tilida yo'g'on bosh degan gapni anglasa, 5i yo'g'on o'xshaydi deb o'ylaydi. Hargiz 4 degan gapni tushunmaydi uning masalan. Bevosita o'tkalmaydi. Ma'laqi shu millatdagi shakllangan so'zlash uslubi yoki so'zlarning ishlatilish o'rinlari munosabatligi o'g'achqa bevosita emas. Abayatında kemer uzun dese bu normal da arkandan düşünüşü mümkün. Ama tomgerden dese şu sözün işletilganlığını bilse şuna bu müstesna. Yani bu hafiye oludu. İkincisi, yani şu maksat kılındığını, mana sıfat olan kinayenin iki bölge emas, birisi qariba, birisi nemo ba'ida deb. Şunun ba'ida kısmı olsun mu? Şu kinayeden asli maksatga bağlı yetkilish vasitulan bo'ladi. Vasitulan degani bevosita kinoyadan o'tibla asli maqsadga bog'liq bo'lmaydi. Masalan, bularning kasirur rimad desa, kulni ko'p tukdi degan gap. Bu gapni obda o'ylanmasa, qadamma-qadam palampay shaklda mangmasa asli maqsadga yetib bog'liq bo'lmaydi. Kulni nima ko'p tukdi? Chunki o'tni jiq yoqadi. O'tni nima jiq yoqadi? Bir narsalarni jiq pishiradi. Bir narsalarni nima jiq pishiradi? Yeydiganlik ko'p. Nima yeydiganlik ko'p? Mehmonjiq, nima mehmonjiq? Sehiy. Unda olganda külni ko'p tukidi degan gap, u odamning sehiy degan gap bo'ladi. Bir necha bosqichlar bor. Shularga berib qo'yguncha. Yana bu midyof, mehmon do'stin kinoya. Chunki buningda külni ko'p tukishdan qozonning ostida o'tinni ko'p ko'ydirish ko'tkiludi. Otunni ko'p ko'ydirishdan pishirilmalarning ko'pligiga yetkiladi. Pishirilmalarning ko'pligidan yigitlarning ko'pligiga yetkiladi. U yerdan mehmonlarning ko'pligiga, ana u yerdan asl maqsad bo'lgan sahiylik yetkiladigan gap. Mana bu ba'ida kinoyaninki sifat iroda qilinadigan, sifat maqsad chiqadigan, sifat tarjimasi chiqadigan, ya'ni sifatga yetkiladigan kinoyalarninki qaysi qismi ba'ida qismi. Bunga yana bir misol Muşu qabildan ularning birisining bir kelgan misoli bor. Bizul matabihi la tashku ima'uhum tabkhal qaduri wa la ghasl manadili degan she'r. Avval tarjima qilay. Bu palonining oshxonasi degan oq. Ularning didaklari qozonlarda tamoq pishirishdan va yoki lungilarni yuyishdan shikoyat qilmaydi. Bizga maqsad o'g'ini Bizul matabih oshxonaning oqligi desa nima demoqchi bu yerda? Oshxona nima uchun oqiladi? Is chiqmagandan aqılıdı. Nima uchun is chiqmaydi? O't yoqmaydi. Nima uchun o't yoqmaydi? Tomoqni chiqatmasa, nima uchun tomoqni chiqatmaydi? Mehmon chaqamaydi uyga u. Nima uchun mehmon chaqamaydi? Asl maqsadga baxil. Ya'ni oshxonasi op-oq degan gap baxil degandan kinoyasi. Bu shu o'xshash bayatdan qo'yiladi. Ya'ni bu baxillikdan kinoya bo'lib, chunki u oshxonlarning oqliqidan tamlarının isilen bulganmaganlığı yetkilidi. U yerden otun köydürmeydiganlığı yetkilidi. U yerden yigitlarning bo'lmaydiganlığı yetkilidi. U yerden mehmon kuta olmaydiganlığı. U yerden asl maqsadli qilingan bir sifat vatdi. O'sini bexillik mush sifat ko'rib to'xtaydi. Demak, kinoyadan chiqadigan natijaga bir necha bosqichdan keyin an bor. Universitetlar boradi. Buni biz ba'ida deymiz. Bu kinoyaning ikkinchi qismining ikkinchisi. Biz kinoyani cho'ng jihatdan 3 ga bo'lgandik. Birisi jumlalardagi nisbat bilislarga igi bilan xabarning o'rtasidagi munosabat, ya'ni jumlaning mazmuni demakchi. Mazmunni kinoya shaklida ifodalash. Bu bir. Ikkinchisi jumladagi ma'lum bir bo'lakni, mavsufni kinoya shaklida ifodalash. Bu ikki. Uchinchisi ma'lum bir sifat, ya'ni ma'lum ish harakat demakchi. Biz bayatni so'zlagan kitobning tartibi bo'yicha birinchisida mavsuf haqida so'zladik, ikkinchisida ma'lum bir sifat haqida so'zladik. Sifat degani shu yerdagi musnad demakchi, jumlaning xabar bildirgan demakchi asosan. Endi hozir keldik jumlaning isnod, ya'ni jumlaning musnad bilan muslayni o'tirdigan munosabat, ya'ni jumlaning mazmunining kinoya shaklida ifodalanishiga keldik. Uchinchisi. Ya'ni uchinchi kinoya shu kinoyadan maqsad qilinadigan jumlaning mazmuni. Nisbat degan jumlaning mazmuni shu. Masalan, Ziyad ibn A'jamning bir she'ri so'ragan ko'rib baqayli. Inna samahata wal muruwat wan nada fi qubbatin duribat ala ibn al-Hashshaj. Kan qusaqliq, odamgarchilik va sahiylik bir gümbazning ichidagi bu gumbaz Ibn Hajjajga qurilganligini Ibn Hashshajning qabrisi demakchi. Demak, o'g'ini mush butun kinoyalarni ishlashsa Ibn Hashshaj sahiyda bir jumlaning mazmunini chiqarmoqchi. Ibn Hashshaj sahiyda jumlaning mazmunini chiqarmoqchi-da. Ya'ni shoir o'zining mamduhi bo'lgan Ibn Hashshajning mush sifatga xos ekanligini
ispatlamoqchi. Shuning bilan uchuq gap qilishni tashlaganida, u degani sahiy islom demidi-da. Ya'ni u sahiylikqa xos andaq bundaq gapni demay, kinoy shaklida qildi. Dalika ilal kinoy. Ya'ni qanday kinoy qildi desa, mushu sifatlarning hammani Ibn Hashshajning ustiga qurilgan gumbaz qilib qo'ydi. Demak, butun sahiyliklar mushunga xos. Mushuning ichida uning sirtiga chiqib ketmaydi degandek-chi. Ondan boshqa yana bunda bir gaplar bor, arablarning al-majdu bayna thawbay. Ulug'liq uning chapinining ichida. Al-karamu bayna burday uning chapinining ichida sahiylik degandek. Bu nima degan gap desa, faqat shulam sahiy, qog'alida sahiylik yo'q degan ifoda. Bu mu nisbatdagi nim bo'ladi, kinoy bo'ladi. Yani endi vel mevsuf fil kinaye el metlub biha sifeten. Yani biz kinoyni 3 ga bo'ldik. Birinchisida kinoydan asosiy maqsad mevsuf bo'ladi. Mevsufni kinoy shaklida ifodalamoqchi. Ikkinchisida sifatni ifodalamoqchi. Uchinchisida nisbatni ifodalamoqchi emasmi? Shu sifat ifodalanmoqchi bo'lgan kinoy bilan nisbat ifodalanmoqchi bo'lgan kinoydagi mevsuf mevsuf degani yani cümlenin iki kısmı demekçi. Ama balagat babındaki sıfat mevsuf degani cümledeki şu muslimeyi busat demekçi. Yani biz kinoy arqılık sıfatni ifodalamoqchi bo'lgan, kinoy arqılık nisbatni ifodalamoqchi bo'lgan kinoydagi mevsuf cümlenin ikisi ba'zida tilga ilinmay keladi. Muşunun qatoridan musulmonlar aziyat beradigan kishiga gap daratib, masalan, qachimda bir odam haqni tillaydi, haqni g'aybatini qiladi, eli turib birisini dukshlab qo'ydi olsa, men uning gapini maqsadim o'shadan shu. Bu odam jumlaning egisi. Men shu odam haqida so'zlamoqchi hozir. Ammo uni faqat tilga ammasdan gap daratadigan shaklda kinoy qo'lna olayman. Masalan, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi deb qo'yman. Musulmon degan qo'ldan, tildan musulmonlarni salomat qiladigan musulmon deb qo'ydim shunami ya? Mushu gap aniq qaratilgan. Lekin bu jumlada u to'g'riliq hech nima yo'q. Demak, jumlaning egisi, kinoyning egisi yo'q. Bunda ahvol bo'ladi. Mana bu aziyat berishdan islomni inkor qilishning kinoyisi. Ya'ni siz aziyat bersiz musulmon emas degan gapda. Ashu inkor musulmonlarni o'zining tilidan va qo'lidan salomat qolgan aziyat bermaydigan odamning islomining sog'lom ekanligini o'tirib qo'yish orqali bo'ladi. Haqiqiy musulmon degan kim u? Aziyat bermagan odam desa, buning tigidan qanday kinoy chiqadi? Siz aziyat beryapsiz, siz musulmon emas degan gap chiqadi bu yerda. Demak, ma jumlada biz kinoyni ishlatdik, ammo bu kinoyning egisi bo'lgan hali aziyat berilgan odam faqat tilga ilinmaydi. Aksicha boshqa tilga ilinib turib, qanday qilib so'zlanadi. Bunda ahvolmicho bor. Va yastalihu ba'duhum endi ba'zilar mana bizlarga buna bir tur emas, mushtaq ahvollar bo'ladi deb ba'zi holatlar sifatida bayon qildik emasmi buni? Endi davotida ularning ba'zisi mushu turni, hozir biz degan mushu turni kinoy qismlaridan mustaqil 4-qism deb odatlangan yoki istilohlangan yastalih degani mushunda ko'ngan. Bular buningga al-kinoya aradiyya. Birinchisi biz al-kinoya mavsufiyya, ikkinchisi al-kinoya sifatiyya masalan, vasfiyya masalan. Uchinchisi al-kinoya nisbiyya desak masalan, nisbiyya ma'noda al-kinoya aradiyya deb buni ataqallarmi bor. Bu qanday kinoya endi bu desa, buningdan maqsad tilga ilinmagan mavsuf maqsad deb mana ayirganlarmi bor. Lekin herhalde biz kitapta kinoy 3 to'xtatdik. Shu 3 turning ichidan sifatni ifodalamoqchi bo'lgan kinoy bilan nisbatli jumlaning mazmunini ifodalamoqchi bo'lgan kinoylardagi mavsuf ba'zi vaqtda tilga ilinmasa bo'ladi degan shaklda qo'shib bayon qilib o'tdik. Mush bo'yicha tushunsak eng qulay. Endi İmam Sakkaki rahimahulloh o'tirib chiqdi yana. İmam Sakkaki chiqsa ancha-muncha ba'zi tushunarsiz masalalar chiqdi. Chunki İmam Sakkaki alayda masalan o'tirib qo'ydi. Ham avtorning akab qo'yilgan qanday yer desangmi, asosan Abdur qo'llamaydigan. O'zining kitobida asos mazmun ustida keltirmaydigan, ammo o'quvchilarning bir anglab olishini umid qilgan shakldagi. Bunda alohida yaxshi mazmunlar o'g'ach Abdul Qahir mundaq deydi deb akab qo'yibdi. Mujnoqlar alohida diqqat qilinglar. Bu qandaqdir akab qo'yib, rad qilib tashlashadigan e'tibordan saqlangan narsa emas, balki yaxshi mazmunlar o'g'ach Abdur chidamagan gap, sizlarni bilib olsinlar. Shunda o'tdi yana kinoyaninki Sakkakining nazaridagi lavozim e'tiborli bilan bo'lgan taqsimotiga kelsak, Imom Sakkaki kinoyani yana bir taqsimotga taqsim qildi. Bu vositalar e'tibori bilan taqsim qildi, lavozimlar e'tibori bilan. Unda olganda Imom Sakkakining nazarida kinoya 4 qism bo'ladi. Birisi kinoya ta'riz, birisi kinoya talvih va tamriz, birisi ishora, birisi ima deb natchaga bo'ladi, 4 ga bo'ladi. Birdan kelayli
ta'riz qilishga munosib qildig'ini ta'rif uni va munosib lil urdiya degani ashkinoy ta'rizga eng to'g'ri qildig'ini gap taratma. Boshqalarga bizning Uyg'ur tildan bog'i bunda gap daratilmilab bayatma depadim qizim siz anglang kelim sizga dey kelinim siz anglang degan mush or deganinki misolining birisi. Masalan, iboyatmi deb o'tdiq-ku, da ma'mun muslimin, yoki al-muslimu man salima al-hadismin nikah o'qib qo'ymaydi. Mana qishimiz o'tiribda namozni kechiktirsa, namozni kechiktirganlarning jinoyat haqidagi nimalarni, hadislarni o'qib qo'yamiz. Bu deganlik siz bunda qilsiz mudovoz deganlikda gap daratma bo'ladi. Masalan, hozirda birisi-birimizga gap darati bir narsani yezishib ketamiz masalan. Ba'zi gaplarni deb qo'yamiz. Maqsad qarshi tarafga gap qanday qilmoqchi, o'tkazmoqchi. Hammasi kinoya, ordiya bo'ladi. Undan boshqa kishilarga zarar berayotgan odamning yaxshisi degan manfaat beradigan juma deb bunday gapni deb qo'ydim siz nachar odam ekan demakchidan o'sha yerda. Ya'ni siz uning nachar ish harakati bilan uningga ta'riz qilyapsiz, gap daratmayapsiz va uningga buni uchuq demasdan talmih degani bilan ishorat qilyapsiz. Voy hocam, anda qilavermang degandekchi. Ya'ni ta'riz bu yerda o'sha ma'noning lozimi degani bizning og'zimizdan chiqqani al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musulmon degan boshqa musulmonlar uning qo'lidan, tildan salomat qolgan odam, asli ma'no. Bunun mushu gapni isbotlagan vaqtimizda, mushu gapni tushungan vaqtimizda qarshi taraf boshqalar aziyat berayotgan bo'lg'achqa, ma gapning taqozzosidan qanday ma'no chiqadi? Siz ma o'zingizga tushmaysiz degan ma'no chiqadi. Undaganda ta'riz mush o'rinda hozir biz da'vat qilgan gapning taqozzo ma'nosi, lozim agashma ma'nosi. Ma gapimizga agashib ketadi-da u. Ya'ni u gapni ma'lum bir tarafga igish asosida bo'ladi-ki, gapni bunda bir tarafga qayrimizligini ma'lum bir nuqtaga qaratamiz. Ana gapni tuz demaymiz. Hargiz ma hadisimiz biga o'qimadik, u anglasin deb o'qidik. Ya'ni biz Uyg'ur tilidagi gap doritil degan shu. Ikkinchisi biz bayatdan to'rtga bo'lgan emasmi? Birisi ta'rif, talvih, o'ramiz, ishorat va imo deb shundami? Buning ichidagi ta'riz degan kinoya asosan nimaga mos qildi? Ordiyaga, ya'ni gap daritish. Ikkinchisi ordiyaning g'ayri maskiladigan degani qolgan 3 endi. Masalan, qolgan 3 talvih, ramzi, ishorat va imo. Agar vositasi ko'p bo'lsa, biz og'zimizdan chiqqan gap bilan iroda qilayotgan kinoya asli maqsadning o'tiridagi vositai bayatning kuli ko'p deganda ko'p bo'lib qolsa, buning ismi talvih bo'ladi. Katir rimatga o'xshash bayatni deb bo'ldik buni. Endi ordiyatning g'ayri maskiladigini agar vositasi az bo'lib qolsa, ma'lum darajadagi maxfiylik bilan azroq maxfiy ekan bo'lsa, buni ramz deymiz. Buning misoli aridul qapoq buni o'tdi. Bu dötlükten kinoya. Ghalidul kabit qo'shamiz qattiq. Madatda ma'nolar jigir qattiq deydi, biz yuragi tosh yurak deymiz emas. Tosh yurak desak, yurak degan tosh olmaydi. Qattiq degan gapda bunda bir xil shafqat yo'q degan gap. Bu bir kinoya. Buning ismi ramz bo'ladi. Ordiyatning boshqasiga mos keladigan kinoya agar vositasi az bo'lib qolsa, yiroqliqlik bilan, maxfiylikning yiroqliqlik bilan, ma'lum ro'shanlik bilan bo'lib qolsa, buning ismi imo yoki ishorat bo'ladi. Muhtaraminki amara aytal majda al-qarih lahu fi alatil hud talha thumma lam yatahawwal. Ko'mdingmi? Buyuklik, ulug'lik o'zining yuqtaqini ali talhaning uyiga cho'g'izibdi. Yerdan ko'chmayapti desa, bu odamlar bir buyugan paytda vayron bo'lmadi. Ya'ni ulug' odamlar bu degan bo'ladi. Ya'ni baytda shunga kinoya borki, olatalha ulug' odamlar. Bu nayt ro'shan, g'oyat ro'shan kinoyamda bu. Ala g'oyat kinoya, ala g'oyat min al-wuduh degan nayt g'oyat ro'shan kinoyamda bu. Favqulodda kino. Demak, ibodatdan biz kinoyalarni bunda bilib akilib, kinoyalardan maqsad sifat, deb kelib sifat vositasiz bo'lib qolsa, buning ismi bunda bo'ladi, vositali qolsa bunda bo'ladi, vositasi ko'p bo'lsa bunda bo'ladi deb bir turga bo'ldik emasmi? Sakkaki uning cho'rib qolib turib, gap daratmoqchi bo'lsak, kinoya ta'riz bo'ladi. Agar gap daratish yo'q, maqsaddan kinoyadan maqsadga yetish aloqadagi vositalar ko'p bo'lsa, ismi talvih bo'ladi. Vositalar az bo'lsa, azroq maxfiyroq bo'lsa, ramz bo'ladi. Vositalar az bo'lib, maxfiylik yo'q, ro'shan bo'lsa, hozirgidek nima bo'ladi? Imo yoki ishorat bo'ladi deb mandaq turga ayiradi. Bu sakkakining ayirishi. Bu bir qulay ekan, ma'lumchi.
Avu asas olsa ma'lum kolay şekilde bir kinoylarni bilib olishning usuli. Ma gap Sakakiyning gibi tugudi Sakakiyning turiga ayirish. Endi Sakakiyning yana gibi miris boshlandi. Andan keyin Sakakiy rahimahulloh deyotdi, ta'riz ba'zida majaz bo'ladi. Majaz degan nima edi? Bir so'zdan ki boshqa ma'noni iroda qilish, asli so'zni iroda qilolmas. Imom Sakakiy ma gapni ko'tarib chiqdi. Bu qanday gap desa, azaytani fasata'rif. İşkeden bor. Bunun ichidagi birsiga dedim ma gapni. Yana birsiga emas. Ammo maqsadim ma'nonga emas, oningga deyish bu gapni. Qishimda Ahmad bilan Bakr bor. Men Ahmadga "Mening ko'nglimni og'ritdingiz, pat arada bilib qolasiz" deyman. Asli maqsadim Ahmadga emas, Bakrga qanaqa qilmoqchi, gapni anglatmoqchi. Xuddi mushkul to'y kechasi mushkul turib qo'qatqanga o'xshash-ku. Yani sen muhatap bilan birga turgan boshqa bir odamni tahdid qilmoqchi. Ani emas, ani tahdid qilmoqchi-da. Muhatap emas hargizma. O'g'anda xitob bundan asli maqsad iroda qilinmagan bo'ladi. Kalam majaz bo'ladi. Ma majaz deydi Qur'onmani. Imom Sakkakiy yani ta'rizning o'zimi ham majaz. Chunki ani emas, man iroda qildim. Tamam. Agar muhatap bilan muhatapning qishga qaran tang iroda qilsang, bu ta'riz kinoya bo'ladi deydi. O'g'anda ta'riz nechkiga bo'ldi? Muhatap iroda qilmay boshqasini iroda qilsang majaz, muhatap bilan boshqasini iroda qilsang ta'riz deb manda makinoyada ikkiga bo'ldi. Va la budda ma hada al-i'tibar min wujud qarin. Chuqum inson iroda qilmadim, man iroda qildim. Yoki ikkisini tang iroda qilmaydiganga qarini ketadi. Chunki majazda mashhur emasmi? Majazda aslan iroda qilolmaydi, ma'lum qarini bilan. Kinoyada aslan nima kimki men iroda qiloldi. Yani mush ta'rizning o'zi sen ta'riz qilayotgan odamdan boshqasini maqsad qilsang, uni emas. Bu ta'riz kinoya, majaz bo'ladi, majaz ta'riz bo'ladi. Ikkilisini tang iroda qilsang, kinoya ta'riz bo'ladi. Ikkilisiga dalil keladi vaqtida. Xo'sh, endi eng oxirgi fasli. Yani biz yuqorida tashbih o'qidik, savoqdoshlar. Tashbihdan keyin majazga o'tdik, undan keyin kinoyaga o'tdik. Darsimizning 5-lam degan tashbih haqiqat kitobi. Chunki Zayd yo'lbosga o'xshash degan Zayd adam deganlar ku. Gap jing. Zayd yo'lbos degan vaqtida, ya'ni men yo'lbosni ko'rdim desak, bu gap jing bo'lmaydi, majaz bo'ladi. Ammo Zayd yo'lbosga o'xshash desak, uning zaydligini og'zimizdan chiqarib turibdi hozir. Bu haqiqat. Majaz bilan kinoya nima? Kinoya ikkisi haqiqat emas. Haqiqat emas. Ammo jumlalarda qo'llanib, ma'ni ifodalashda qaysi eng jonliq, yorqin ma'ni ifodalaydi deyilsa, atbaqal ulama balog'atchi ulamolar shuningga ittifoq kelib, shuningga ijmo qildiki, majaz bilan kinoya haqiqatdan ochiq keltirganlikdan balog'atlikroqdir. Mazmuni mo'l chiqadi, ya'ni mazmun balog'atlik chiqadi. Aşna deyişimiz çünkü majazda ve kinoyadagi yo'tkilish degani, yo'tkilishni xato tushunmanglar, sami'ning tushunishi degan gap. Qarshi tarafning gapini tushunishi mavzumdan lozim bo'lgan yo'tkilish. Mavzum bir ishni taqozo qiladigan narsa. Lozim taqozo, ya'ni bir gapni deb, o'sha gapi yana bir narsaning kelishini taqozo qilib, ondan keyin ma'ni iroda qilgan bo'ladi. Undaganda xuddi har narsa pok bilan deyilgandek, ma'ni desam, bu gapdan tushunildi, shu ma'ni iroda qildim degandek holat bo'ladi. Ya'ni chunki bu yo'tkilish bu xuddi bir shayni pokit hujjatlan da'vo qilganga o'xshaydi. Ya'ni shunaqlar bo'lishi shunga ijmo qildiki, istiara tashbihdan balog'atliga, chunki istiara ham majazning bir turi, tashbih degan haqiqatning turi. Deb bu gapni qo'shib qo'ydi. Endi oxirida savoqdoshlarga deydiganimiz kitabımızdaki ilmul maani bilen ilmul bayan ahırlaştı. Kitabımızın 3. babı ilmul badi'ye keldik. İlmul badi'de biz asasen to'xtalmaymiz. Savoqdoshlarimiz ma'lum amelan bilimiz. İlmul badi qiyin emas. İlmul badi'ni cho'ng jihatdan ikkiga bilamiz. Muhassanatul ma'naviyya, muhassanat nima lafziyya deb. Muhassanatul ma'naviyya, muhassanat lafziyya deb. Har birisininki bo'linadigan nimalar va turlar va bular hammasi tarjima qilinib, qishidagi misolni ko'rsalam tushuniladigan oddiy mazmunlar bo'lg'achqa, balog'atning asosiy mazmunlari bo'lmag'achqa, bizning kitobimiz bugungi mushu darsimizda oxirlashadi. Alloh o'qigan kitobimiz bilan hammalarga dunyo oxiratda manfaatli ilm ato qilsin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.